Turar joyimiz zudlik bilan sotiladi. To'rtkul tuman Qaq markazida. Oldingi O'zbekiston ko'cha, hozirgi Birdamlik ko'chasi. Joy ama qo'shnilar, qo'shnilar ahli yashab o'tiribdi. Amin opani hamma biladi, oldin Raddomda ishlagan bu yana. Amin opani uyi bilan ro'parasida. Shu joylar bilan bir qatorda solingan bu yana. Joyni singaki dummakkan mana. Olaman degan odam bo'lsa, inshaalloh kelasizlar, ustida kelishamiz. Plan shikolat bo'ldi, uy ham shikolat xudo xolasa. Bir like bosib, yaxshi yurgan jigarlaringizga shu shahar markazidan joy qarab bir yaqin jigaringizga tashlab qo'yasiz. To'rtkul tuman markazi beda bilasizlar, gazdan, svetdan, suvdan umuman muammo bo'lmaydi. Yana bu O'zbekiston bu Navoiy ko'cha, Navoiy ko'chaning yop tarafi oldingi O'zbekiston ko'cha, hozirgi Birdamlik ko'chasi. Ko'chaning boshida yana shit bo'yna. Ko'chaning boshida katta shit bor. To'qta umuman sizdan muammo yo'q bedeni. Ko'chaning boshida katta shit bor. To'rtkul tuman markazi, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtkul tuman. Xudo xolasa hozir chal obzor bilan sizlarni tanishtiraman. Menning obzor sizlardan bir chal like bo'ladi inshaalloh. Yana fundamentim 50 sant fundamenti bor. Suyaki mahkam xudo xolasa. Yana shu Amin opaning uyi bilan toshi deng solingan bu uylarni. Suyaki mahkam. Elde novis chal bo'lib novis bo'lingan yana. Üstü shipper. İşmeyerlerine şimdi bir gücümle var sayayına xudo xolasa. Ben de tutmayın. Elde staj kulgan. İnşallah kim alaman desem, yaxshi gün olsun, toy olsun. Şu joy alamandan qara bir yaxshi jiyangizni tashlab qo'yasiz inshaalloh. Kelasiz üstünde gelişemiz. Svetni cho'chki, kommunalkalar hammasi to'lanib turibdi. Bemalol kelib yashab ketaverasiz. Bu bismillah giraverish, uzun bir dalan, bizning dilda aytganda yana dalan. Patolog bor. Xo'p, vodoprovod kelib turibdi yana. Cho'chkinadan ko'p turibdi vodoprovodni. Gazli cho'chkina. Polni, ozgina kosmetika remont ishlaverasizlar, o'zingiz fokusida bo'ldi. Zakonli joy bu inshaalloh. Xo'p, uzun dalan, charovatchikada eshik. Bunda yana bir bani, kuxnya, natilgan bir xonasi bilan ham ko'rsam obzor etib, charovatchikada eshik. Yana o'ng tarafga qarasak, shunda ayvoncha bor. Bismillah. Ayvoncha bor. Giravashingizda chap tarafda kichkina diyetist xonasi bor. Inshaalloh. Xo'p. Svet ham mana siz ishlab turibdi. Kelib yashab ketaverasiz, kosmetika remont etib. Inshaalloh gap bo'lishingiz. Xo'p, bu yerga olmasak, katta zali bor yana. Oldingi remont bo'lib turibdi yana. Patolog, hali zakonli patolog. Devorlar ham mahkam buni. Oldingi oboy remontlayni. Tushirib berib qolasangiz, boshqacha remont qilib ishlayverasiz inshaalloh. Ozgina kosmetika remont kerak bo'ldi, xudo xolasa. Yashayverasiz. Mana bellarina ozgina suv berasiz. Rozetkalar almashgandan meni shuni bo'yicha qolib ketgan meni. Patologi mahkam. Qadingi nalardan ishlangan xolasangiz, naturalni ishlab berasiz. Bu yerda yana bir xonasi bor, qutilar turibdi. Xudo xolasa bilan ikkitamiz. Mana. Chistayatib beramiz xonani. Mana, chiroyli xona inshaalloh bor. Billah, o'sha bele sinisha surishingiz ham kerakmidi? Oynalar ham mahkam rishotkalar bo'lib turibdi oynalarini. Ataplina pulni yutgan hamma joylari qadimgi cho'yin qovurg'alardan o'tgan ataplina. Uy issiqqina bo'lib qizadi, xudo xolasa. Aytganimdek, joyi 100% javob. Joyni mahkamligi bo'yicha. Ben taraf indi. Emida qacho'l. Bir indi baniya massajgan. Zati berib ozgina baniya singlar bo'laveradi. Xo'p, men kuxnya baniya massajgan. Charvochkada eshikini. Bu yoqdan eshik, bu yoqdan eshik. Charvoq огород kichkinagina. Xudo xolasa, kim olsam o'zingiz sotib olasiz. Mana to'qxona, tayyor to'qlarni kelib qo'yaverasiz beri. Menda hojatxonasi bor. Ana bedayna tandiri bor, gazam kelib turibdi, o'din ham yoqasiz, nonni yuvib, zakonli vaqtli bo'lib o'tiraverasiz inshaalloh. Xo'p, o'lmas puldan kelsa so'm bo'ladi degan obunachilarimiz uchun bu yerni $44,000 aytib berdik. $44,000 aytib berdik birinchi videomizda. Üstüne gelip $40,000'dan tartıştılar. 40,000'e ber, 40,000'e ber, 40,000'e ber. Köp adama 40,000'e vermedik bu cayımızda. Videonu görüp ama abone olsanız biledi. Üstüne gelseniz gelişemiz. Yenem sel gelişelim yürü bak. Xudo xolasa gelseniz üstünde gelişemiz. Pese nömer kaldıraman. Ağızdaki amaytip ötemen 95 705 99 99. Evine zor tapçana bayını yazdı günü oturadı onu. Komuşlar bakla yaşab oturup gelip yine komuş avladan sorap göreveresiz. İnşallah komuş avladan suhbatlaşıp soraşıp gelip alaveresiz. Yani bireye soruşlarga barganda kudalara kızın uyunu sorap kim bu niçik komuşlardan soruyordular ki gelin yine. Doktorlar köçezlesigen bolaveredi birini. Komuşlardan sorap gelip görüp alaveren günü yine. Biyim alalım. İşini açıp beraber gelesiz göresiz. Makul gelse alaveresiz. Pindemiti mekkem yine. Ay tamam başta 50 santim pindemiti var mı yine? Yine pindemit yine. Gördünüz mü yine? Pindemit yine bu. İnşallah. Yani şu Calablan, Emin Afam Calablan bir vakit salıngan şu. Yine komuşlar hepimiz bakla yaşab oturup yine köçede. Bu cayı alıp zana karrı tebererle ki özüne iş sabunu bu cayını. Kim alaman desem Xudo xolasa pesen ömürden kaldıramın basıp verevesler inşallah yine. Gort şəhər mərkəzi, To'rtkul tuman mərkəzi. Like basıp, yaxşı görgən, cay qarabilgən cigərlərinizə yetkəsib qoyunlar. Moş kimədir yetib barmın durğan çıxar, cay alaman deyə.
alsa inşallah məzə qılıb yaşayıverərlər inşallah 4 Gül Tümən mərkəzində. Sağ olasınlar, videolarımız kolab durasınlar, faydalı, mənfəətli videolarını çıxarıb barəndə inşallah.